bir hafta oldin keluvdi mana shu bolachamiz, oylari aytyaptilar, kecha menga telefon qilyaptilar. Zarif opa, ahvoli yaxshi emas ekan, bitta ko'rib bering. Bronxit tashxisi bilan juda ko'p burun oqishi bilan kelishgan edi. Назначение 10 kunlik qilish kerak baribirga ham, chunki nimaga deganda mana 6-kun edi kecha. Gaplashgan 6-kun edi. Lorga olib borsa, quloqlari hali ham qizargan, burnida oqayotgan edi deb aytadilar. Kechqurunga borib, уже yaxshilanishni boshladi. Antibiotik yozishimiz kerak, antibiotik olmasangiz bo'lmaydi deb aytishgan ekan. Men oilalarga tushuntirdim. Yo'q, 10 kungacha antibiotiksiz davomo'laja qilamiz. Если что, analiz topshirib ko'ramiz dedim. Bugun bolacha kelyapti, mana o'pka bronxlari top-toza, уже burunlari oqishlari ham to'xtagan, holati yaxshi aytadilar. Men deydilar, anaqaga doktorga olib kelaman desam, уже yaxshi bo'lib qoldi, bolam deb aytadilar. Mana bu havoda ko'pchiligi tushuntirolman. Toqqa olib chiqib kelinglar bitta, shamollash